tillarni analiz qilib chiqamiz o'rtoqlar. Xo'sh, bizda birinchi valni impuls bor, ikkinchi valni korreksiya bor, uchinchi valni biza tutishga harakat qilyapmiz. Endi o'zi Elliot valnalarini qanaqa topishni tushuntirib ketaman. Uning uchun siz birinchi impulsli harakatni topasiz. Mana bizda bu yerda birinchi impulsli harakat. Endi birinchi impulsli harakatni topganingizdan keyin harakat tugagan joyga, ya'ni impuls tugagan joyga Fibonacci'ni 100 ni qo'yasiz. Impuls boshlangan joyga Fibonacci'ni 0 ni qo'yasiz. Mana sizda birinchi valna paydo bo'ldi. Endi siz bu yog'iga kutasiz, ya'ni ikkinchi valnaning shakllanishini. Bizda bu yerda ikkinchi valna mana bu joyda shakllangan. Mana ko'ryapsizlar, birinchi valna impuls bo'lyapti, keyin harakat davom etib ikkinchi valna shakllanyapti. Endi ikkinchi valna ko'p holatlarda har bir Fibonacci'ni urvinidan qaytishi mumkin. Ya'ni 61.8, 50, 38.2, 23.6. Mana bu yerda ko'ryapsizlar, 38.2 dan qaytishni boshlagan. 38.2 dan qaytishni boshlagandan keyin biza tabiiyki 3-valnani, ya'ni 3-impulsning harakatni ushlashga harakat qilamiz. Uning uchun trend liniya topishimiz mumkin yoki boshqa pattern topishimiz mumkin. Mana bizning holatimizda bu yerda trend liniya bo'lgan. Trend liniyani H4 bo'yicha buzib yopilganda men сделка ochganman va 3-valna shakllanishini, ya'ni 161.8 ga kelishini kutyapman. Endi bu yerda сделка ochib bo'lgansiz u deyishinglar mumkin. сделка ochmaganlar uchun yana bitta bu yerda vaziyat bo'lyapti. Bu qanaqa vaziyat? Mana bu yerda bizda kichkina треугольник hosil bo'lyapti. Mana ko'rsanglar bo'ladi. Buni chizib ko'rsatib beraman. Ya'ni uchburchak modeli hosil bo'lyapti. Qachonki shu uchburchak modelini o'zbekcha aytganimda 4 soatli sham, mana shu yerda 4 soatli svecha, 4 soatli sham, yana bir marta tushuntirib o'taman. Impuls bo'lib shu yerda yopilib bersa, keyin sizlar сделка ochsanglar bo'ladi. Bitim ochsanglar bo'ladi deb o'zbekcha aytib bera qolay. Va stop lossini mana 61.8 ga qo'yasizlar va 3-to'lqinni ushlashga harakat qilasizlar. 161.8 gacha. Stopini mana joyini ko'rsatib qo'yganman. Sizlarni qiladigan ishinglar mana shu yerda подтверждениyani kutish. O'rtoqlar, bundan ham ko'p analizlarni klubda olishinglar mumkin. Mana bu yerda ko'ryapsizlar. Brand, kumush, $, USD Kanada, NZ dollar, USD yana 10 tacha instrumentni men klubda analiz berib boraman. Bu klub pulli albatta. Sizlar klubni ichini ham ko'rsataman. Mana ko'rsanglar bo'ladi. Bu klubda mana video analiz beriladi va mana bu yerda PDF fayl beriladi. Mana PDF fayl ichida mana ko'rsanglar bo'ladi. Hammasi chizilgan, tushuntirilgan. PDF fayldan tashqari mana men bu yerda video analiz qilib turib tashlab beraman. Ya'ni men PDF faylni ichidagi chizilgan strukturani, analizni, strategiyani polniy mana shu yerda videoning ichida tushuntirib beraman. Ya'ni nima qilish kerak, qaysi payt сделка ochish kerak, qaysi payt сделка ochish kerak emas, nima holat bo'lganda biz bozordan chiqib ketishimiz kerak. Shularni hammasini men polniy o'sha klubda tushuntirib boraman. Klub bu pulli. Endi sizlar bu klubga o'tishinglar uchun men adminni profilini qoldirib ketaman. Adminga klub deb yozib olsanglar, klub haqidagi hamma ma'lumotlarni sizlarga beradi. Hammanglar sog' salomat bo'linglar.